Hammaga salom bo'lsa sizlar bilan bugungi videomizda sizlar bilan Wallrop'da qanday tekinga oshishni o'rganamiz. Videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. O'shanda videoni boshladik. Haligacha bolalar hech kim Wallrop tekinga oshishni bilmas ekan. Men hozir sizlarga buni o'rgatib o'taman. Birinchi o'rinda men Telegram kanalimga o'tib olamiz. Telegram kanalingizni qayerda topamiz sizlar? Yo mana shu chiqib turgan ekraningizda chiqib turgan nomni terasizlar yoki ssilkadan o'tasizlar. Mana opsiyasida kompyuterda ham bo'ladi. Hozir men sizlarga Telegramga kirib ko'rsataman. Hop bo'lar, mana kirsanglar shu yerda turibdi, mana tepada qadalib turibdi. Mana shu yerga shunday bossanglar turibdi mana. Yana bir marta jo'natib qo'yaman kanalimga. Keyin Wallrop Promobot degan mana shunday ssilkasiga bosasizlar, ustidan kirsanglar mana. Sizlar keyin birinchi o'rinda bosasizlar, profilda bosasizlar, sizlarga keyin homiylar chiqadi. Homiylarni birinchidan obuna bo'lsanglar, mana hozir tepada turibdi mana. Men sizlarga ko'rsataman. Mana startda bosasizlar, короче, пригласитmi farqi yo'q. Qaysidir bosasizlar, profilda bosasizlar, keyin sizlarga homiy chiqarib berib, homiylarga obuna bo'lsanglar, keyin obuna bo'lganlaringdan keyin пригласить degan tugma bor, shuni bosamiz. Mana sizlarga Rafael link beradi. Mana uni bosib turib kopirovat qilasizlar-da. Tanishlaringga ham kimlargadir jo'natsanglar, kanalga tashlasizlar, odamlar kirasizlar, nomlaringni kirgandan keyin sizlarga ball beradi. Mana men profilimni ko'rsataman. Menda 11 ta odam уже bor. Uni qanday chiqarib olamiz sizlar? Получить promokod. Shuni bosasizlar, mana shu yerda 3 ta odam chaqirsalarni mana bunaqasidan beradi. 4 ta chaqirsalarni oldidagidan. Ha shunday qilib chiqaraverasizlar. Eng qimmati mana 8 lik. Ko'rishingiz mumkin. Qimmati va shu chotkisi. Ana shuni ochib qilib ko'rsanglar ham bo'laveradi. Xo'p, bo'lar, men hozirlarga bittasini olib sizlarga ko'rsatib beraman. Получить promokod bosamiz. 6 talikni tanlayman men. Xo'sh, ko'pitni bosamiz mana. Mana kod berdi. Hozir men bu kodni yozib olib kiraman. Mana Wallrop kirib menyudan bu yerda bor, o'zi hozir ko'rsataman. Promokod, mana promokod deganga bosamiz. Hozir biz olgan promokodimizni kopirovat qo'yaman. Bosamiz, mana kod ishladi debdi mana. Keyin case'ni ustiga bosamiz. Mana shunday case ustiga bosamiz. Hisobni tasdiqlash bosamiz. Xo'p, raqamingizni kirazing debdi. Hozir hammasini qabul sizlarga ko'rsatib beraman. Короче, shunday qilib promokod ishlatiladi. Men promokod ishlatib bo'lganim uchun bo'lmadi. Bu promokod sizlarga ekranga chiqarmaganim sabab sizlar ko'rib ishlatib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun men chiqarmadim ekranglarga. Xo'p, sizlar bilan ganspagan bo'ldi. Keyingi videolarda yana qanday olish so'rovlarini o'rgataman. Kommentariyaga oson so'zni yozib ketsalaring bo'ldi. Sizlar bilan gans bo'ldi. Xayr, salom.